Assalomu alaykum deyishchonki, bugun biz sizlar bilan mo'yqa qilamiz. Buning uchun bizga iliqdan issiq suv, limonli kislota va mila kerak bo'ladi. Mila degani bu idish yuvadigan gel. Xohlaganinglar. Suvimiz iliqdan issiq bo'lishi kerak. Ozgina limonli kislota qo'shamiz, yarim choy qoshiqda yetadi. Idish yuvadigan gel, u ham ozgina yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Birinchi limonli kislota erib ketishi kerak. Ko'rib turganinglardek, hamma limonli kislota erib ketdi. Endi qizarib, qorayib ketgan zargar ishlarimizni solamiz. Ko'rib turganinglardek, zargar ishlari hech qachon oqarmaydi, qizaradi yoki qorayadi. Soldim. Bu suvda ko'p qolib ketmasligi kerak. Bir ishqab chiqarasizlar. Shunday solsanglar, o'zi yaltirab qoladi qizlarjonlar. Qaranglar. Hammasini soldim. Hozir rangi o'zgarganini ko'rasizlar. Bo'ldi mana. Har birini shunaqa yuvib olasizlar. Faqat suvda ko'p qolib ketmasin. Endi buni oqar suvda yaxshilab chayamiz. Oqar suvda chayamiz deganimning sababi ustida limonli kislotali suv qolib ketmasligi kerak. Bo'lmasam tez qizaradigan, qorayadigan bo'lib qoladi. Mana oqar suvda yaxshilab chayib oldim. Endi momiq sochiqda quritib olamiz buni, yaxshilab artib. Qaranglar, yaltirab qoldi, xuddi tilladek bo'lib. Shunaqa qilib sochiqda har birini yaxshilab quritib olamiz. Keyin soch quritadiganda fenda, ya'ni fenda quritamiz. Mana fenda qurityapman. Mana yuvib quritilgan tayyor zargar ishlari. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib yuvib, ehtiyotlab taqsanglar, xudo xohlasa ancha yillargacha